Sadrni ayni etadi. Millatni yo'q qilish uchun otish shart emas. Ularni faqat bilimsiz qilib qo'ysangiz bas. Faqat u so'zlarni o'qigan insongina ayta oladi. Cho'lpon aytgandek, uyg'onganlarning vazifasi o'zgalarni ham uyg'otishdir. Bo'ladigan el deydi, bir-birini botirim deb qo'llab-quvvatlaydi deydi. Bo'lmaydigan el bir-birini go'shtini yeydi. Mana bergan savol bilan sizni dardingiz uyg'ondi. Er-yigitlar o'lmaydilar. Men abadiy yashayman. Hatto bitta mutolaachi qolsa ham. Ko'p kitob o'qiydigan insonlarni yana bitta dunyosi bo'ladi. Degan aytadi. Insonlar nima uchun donishmandlarga pul bermaydilar-u? Gadoylarga pul beradilar. Bu muammoni qanaqa hal qilish mumkin? Agar o'zingizlar kitob o'qimasanglar, bolalaringlarni otib tashlasanglar mumkin. Ishonasizmi? Qancha kitobni qimmat sotib olsangiz, uni shuncha qadrlab o'qirkansiz. Bu dunyoda dedi, jannatni his qila olasiz dedi. Qanaqa qilib desam, ilm ahli bilan suhbat. Ilm ahliga yaqinroq yuraylik. Assalomu alaykum. Millat umidi ko'rsatuvini navbatdagi sonida yana har doimgidek kim chiqarkin deb o'ylayotgan yoshlarimiz, ota-onalar va bizni kuzatayotgan insonlar. Bugungi insonni shu qadar qadrli deb bilamanki, sababi yaqindagi Erkin aka Bozorov olib chiqqan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu ilmli insonni millat umidi ko'rsatuvimizga taklif qilamiz. Chunki haqiqatdagi millatimiz umidlari, ya'ni bizada chaqiriladigan 3 ta insondan biri ekan deb biz yoshlarimizga aytdik va bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni tanishing Xayrulla aka Asatov. Xayrulla aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Juda ham xursand bo'ldik kelganingizdan. Nega aynan sizni chaqirganimiz aynan o'sha Erkin aka Bozorov bilan bir 5 minutlik bo'lgan suhbatingizda va u yerda ishlatgan so'zlaringizda men juda ta'sirlandim. Nega? Chunki faqat u so'zlarni o'qigan insongina ayta oladi va jamiyatda yoshlarimizni uyg'otish uchun sizdagi insonlar bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahnamizda ko'rinish kerak va insonlarga kitob o'qishlikni tatbiq qilib, ya'ni rag'batlantirishimiz kerak deb sizni taklif qildik. Rahmat, salomat bo'linglar. Agar imkoni bo'lsa, o'zingiz haqingizda qisqa va aytsangiz, meni juda ham ko'p savollarim ko'p, o'sha savollarga o'tsak. Rahmat. Assalomu alaykum muxlislar, salomat bo'linglar. Endi gapimizni boshlaymiz. Gapirsa juda gap ko'p. Allohning nomi bilan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Asatov Xayrulla 1988-yilda Eski shahar Qorasaroy degan joyda tug'ilganmiz. Adam 3 ta opam, bitta singlim. Tilangan o'g'il hisoblanaman. Adam juda niyat qilardilar o'g'il bersin deb. Men tug'ilganda rosa xursand bo'lib ketgan ekanlar. Katta odam bo'lsin deb niyat qilganlar. Shu nima qildik? O'qidik. Maktabda o'qidik. Yaxshi o'qimaganman. Yo'q, yaxshi o'qiganman. Men 4-sinfgacha yaxshi o'qiganman. 4-sinfgacha yaxshi o'qidimda, bir kuni bir ustozim meni boshqa ustoz kirdi. Boshqa ustoz kirdida katta harflar bilan yozib qo'ygan edim. Tushunmaganim. Urib, shunaqa urishib berdilar. Shu bo'yi dars tayyorlamadim. Lekin tarixdan, adabiyotdan yaxshi edim. Maktab o'zida e'tibor xuddi ertakda aytib berardim. Qiziqardim. Bolalarning o'rtasida hali ham hurmat qilishadi. Sarhurmatlik. Hayotim juda priключенияli, sarguzashtli o'tgan, juda sarguzashtli. Bu kitobga 6 yilcha bo'lib qoldi kirgan. 6 yilcha bo'lib qoldi kirganim. Shu hayotdan olsang ta'lim bera olmaydi bir muallim deb. Boshda ko'p insonlar ishonmaydi, bu ishimni men 12 ming so'mdan boshlaganman. 12 ming so'm. Boshqa pulim yo'q edi. Kasal bo'lib qoldim oxirgi paytda. U tarix gapirsa ko'p. Kasal bo'lib qoldim. Uyda ko'p yotib qoldim. Ko'p ish oycha yotdim. Ko'chaga chiqishga qo'rqib qoldim. Juda ko'p xavfli narsalar bo'ldi. Uylangan edim shu payt. Keyin Adam rahmatli pasiyan aytadigan gaplari bor edi. Erkak kishini qo'llab-quvvatlash kerak, erkak kishini qo'llab-quvvatlash kerak. Tur bolam, bo'ldi, ishlagin dedilar. Chiqdim ishga. Oddiy somsaxona. Odamlar bilan yashayman-da, odamlarsiz yashay olmayman. Somsaxona 25 ming so'm berdi, 5-6 yillik gap. Lekin o'sha yerda yana hayotga kirib ketdim. Keyin yoqmadi, sekin chiqdim. Ovilolik eng boy odam bor, o'qigansizlar. Bitta olaman dedim, to'xta dedim, buni o'qiganman, yana bitta olaman dedim. 12 ming so'mga ikkita kitob sotib oldim oltirdim. Sotishni bilaman, yoshligimdan savdoda ko'p ishlaganman.
olib sotdim. Keyin shu bo'lib kitobni ichiga kirib qoldim. Lekin kitobni ichiga kirgan paytingizda siz nafaqat kitob sotasiz, balkida kitobni o'qiysiz. O'sha chunki Erkin aka bilan bo'lgan suhbatda asosan o'qigan kitoblaringizdan ichidagi kvotalar deymiz, o'shalarni aytib o'tdingiz. O'shaning uchun bizni suhbatimizga chaqirib turganimiz. Mani hozir o'ylantirayotgan narsalar, men hozir siz bilan suhbatimizni boshlashimizdan oldin pastda ko'rishdik. Pastda ko'rishdik, bular gapirishni boshladilar. Yo, to'xtang deyman. Nega deylar? Chunki bu gaplashishimizni tabiiy chiqishini va bu hozirgi aytayotgan gaplaringizni bizada ekranda gapirishingizni istadim. Ya'niki o'sha narsalarni hozirgi aytadigan gaplaringizni bu yoqda gapirishingizni istadim. Lekin men sizni hattoki videoda ham ko'rganimda ko'p kitob o'qiydigan insonlarni yana bitta dunyosi bo'ladi. Aynan o'sha dunyoni hech narsaga alishmaslik to'g'risida ko'rsatdik va siz o'zingizda kitob olib kelib turib, kitobni aynan bir sahifasini menga o'qittirdingiz. Va shu sahifani bilan biza suhbatimizni boshlasak degan fikrga keldim. Deni Diderotni kitobini o'qiyapman. Hayotdan ta'lim olamizda, hayotdan ta'lim olganda men o'ylab ko'raman, Alloh beraveradi. Bu Deni Diderotni hozir sizga taklif qilganingizdan keyin mana shu boshlog'ida o'qidimda juda kuchli gap gapirildi. Fransiyada revolyutsiya paytida nima bo'ldi bilasizmi? Deni Diderot yozyapti. Bizda hurmatli insonlarning joylari o'zgardi. Bizda hurmatli insonlarning joylari o'zgardi. Juda kuchli gap. Kim endi bilasizmi? Bizda hurmatli insonlar endi zodagonlar va boylar emas. Bizda haqiqiy ilm egalari, ilm ahllari bizda hurmatli inson bo'ldi. Bu juda kuchli gap. Boylar emas, ilmli insonlar. Ular o'zlarining oldlaridan kitoblar chiqarishdi. Hatto zarariga ham. Keyin bizga haligacha bu narsa yo'q. Ular kichik kitoblar ishlab chiqarishni boshlashdi. Bu kitoblar juda qulay. Nima uchun? Bularni cho'mchakka solib yursangiz bo'ladi. Yevropaning yuksalishiga ham kichik kitoblar sababchi bo'lgan. Bu kitoblar noqulay, ularni ko'tarib yurish noqulay bo'ladi. Keyin u boyaga kuchli gapni gapirdik-ku. Bu boshqachasiga ham gapiriladi. Ilm deydi. Shon shuhrat, obro', mansab istamaydi. Ilm toju taxt va boylik ham istamaydi. Ilm osudalik va sokinlik istaydi. Ilm uni tunlari bilan uni o'tkazishni istaydi. Ilm senga harom halol, yaxshi yomon ajratib beradi. Alloh azza va jalla bunday ne'matni faqat noyobgina bandalarga ravo ko'radi va har kimga emas. Endi qaranglar, men jamiyatimizni juda o'ylayman-da, nima uchun aholimiz o'qimayapti, nima uchun aholimiz o'qimayapti, juda jon kuydiraman. Biz turkiylar hisoblanamiz. Turkiylarning azaliy 3 ta muammosi bor. Ot muammosi, bel muammosi va go'sht muammosi. Afsuski haligacha shu ahvol. Katta mashina, yaxshi bir ayol, iloji bo'lsa ko'proq go'sht. Rim imperiyasi bilasizmi nima uchun parchalangan? Ular juda katta hashabga erishib borib degernizatsiya boshlanadi. Degernizatsiya degani jamiyat o'zini o'zi yo'q qilishni boshlaydi. Juda ko'p ovqat yeyishadi. Bu juda qo'pol. Hozirgi kunda bir mana eshitib, o'zimizda ham shu holat bo'lyapti. Ovqatni hazm qila olmasidan klizma qilib yana ovqat yeyish bo'ldi. Rim imperiyasida xuddi shu ishlar bo'lgan. Bu parchalanadi. Oldik, Germaniya bosib oldi. Keyin kechikda aforizmlar juda kuchli-da. Millatni Sadr Naynini YouTube'da o'qib qoldim. Sadr Nayni aytadi. Millatni yo'q qilish uchun otish shart emas. Ularni faqat bilimsiz qilib qo'ysangiz bas. Hozir aytganingiz turkiylarni o'sha ot muammosi, bel muammosi va go'sht muammosi haqiqatda O'zbekistonda ham masalan yoshlarimizda, to'y hashamlarda bu narsalarni ko'rsangiz bo'ladi. Lekin bu muammoni qanaqa hal qilish mumkin? Muammoni qanaqa qilib hal qilish mumkin? Men juda ko'p o'yladim. Istoriya pedagogika degan kitob o'qidimda, oxirigacha o'qiy olmadim. Kuchim yetmadi. Juda kuchli kitob edi. Lekin Aristotelning ajoyib bir gaplarini o'qib qoldim. Bu ko'p insonlarga yoqmaydi, lekin tushunib olinglar, bu to'ppa-to'g'ri narsalar. 3 xil qalb bo'ladi. Har bir dinda yozilgan eng ustun narsa. Birinchisi o'simlik. Turibdi o'simlik. Funksiyasi oziqlanish va ko'payish. Ikkinchisi hayvon. Hislari va xohishlari bo'ladi. Uchinchisi inson tafakkur qiladi va aql yurgizadi. Endi o'ylaydik, jamiyatimiz kimlardan iborat?
Bu to'g'ri narsa. Men sizlarga aytdim, yevreylar farzandlarini uylaridagi kutubxonaga qamab qo'yadi dedim. Shu gapni eshitgandan keyin miyalarim portlab ketdi. Uyimizda bo'lardi 3-4 kitob. Adam o'qirdilar, rahmat. Institut o'qimagan bo'lsa o'qirdilar. Lekin men o'rtog'imdan so'radim. Yuzlarda kitob bormi? Usta bo'lib ishlaydi. Qiziqish uchun so'radim. 200 dan oshiq xonadonda bo'lgansan. Qaysi birida kutubxona bor edi? Yo'q, hech qaysi birida. Yo'q, 2 ta dona xonadonda bor ekan. 200 tadan 198 tasi uyda yo'q. Yana yevreylar aytayapman-ku, ular juda aqlli, ilmli. Ularning kitoblari bor. Ular farzandlari to'polon qilganda uydagi kutubxonaga qamab qo'ymoqdalar. Nima qiladi kutubxonada? Kitob bersa yana jazoni majbur o'qiydi. Ikki xil toifadagi insonlar bo'ladi. O'qiydigan va o'qimaydiganlar. O'qiydiganlar o'qimaydiganlarni boshqaradi, xohlasangiz, xohlamasangiz. Men ilmsiz inson bo'lgan taqdirda ham u ilmli insonni sotib oladi va uni boshqaradi. Yana bir kuchli narsa. Yevreylarda farzandni tarbiyasi qilish olmayapti. Uddasidan chiqishmadi. Nima qilishadi bilasizmi? Mototsikl olib berishadi. Yaponlarda ham mototsikl olib berishadi. Yaponlarda ham. Nima uchun? Eng yomon ko'rgan dushmaniga mototsikl olib beriladi. Mototsikl o'lim mashinasi. Farzandi tarbiyasi bo'lmadi, bo'lsa ketsin dedi. Turkiylarni bizlar yana televizorlarimizdan bittasi bizni o'zimiz yedikda. Daraxt chopilayotganda eng qayg'uradigan narsasi nima ekan bilasizmi? Chopilayotgani emas. Uni chopayotgan bolta o'zidan bo'lganida. Biz o'zimiz yedik. Nima uchun? Kitob o'qimadik. Haligacha o'qimaymiz. Bular hammasi planlashtirib keltirilgan. 25 yil plan. Birinchi bo'lib qilinadigan ish. Ilm ahli xor bo'ladi. Bir tiyinga arzimagan inson. Ko'chalar supuradi. Paxta teradi. Ilm ahli xor bo'lgandan keyin nima bo'ladi? O'g'rilar hurmatli insonga aylanadi. Biz to'rni to'riga chiqaramiz. Keyin xalq ommaviy omma qiladi. Qanday qilib? Oson. Tilni almashtiramiz. Bir yaqinda bir klient aytdi, sendagi sho'rpeshona xalq yo'q. 100 yil ichida 6-marta tillaringni almashtirib olsalar. Keyinchi eng ayashlisi menga yoqmaydigan. Senlar ilmni, kitobni shu darajada xor qilasanlarki, senlar kitoblarni hojatxona va makulaturga tashlashni boylashtirsalar. 2000-yilgacha O'zbekistonda 6000 ta kutubxona bo'lgan. Hozir 250 ta saqlanib qoldi. Ya'ni eng yomon jaholatimiz nima bilasizmi? Ota-onasi o'lgandan xursand bo'lyapti-da, kitoblarni qog'ozini tashlab beryapti. Ilmni xor qilish. Ilmni xor qilib qanaqa qilib yuksalish mumkin? Bo'lmaydi. Kitobida yozib qo'ydi. Xafa bo'lmanglar, bular juda kuchli gaplar. Va bular osonlik bilan olmadi. Qog'ozning narxini oshganini tualet qog'ozidan bilgan insonlar o'ylayvering, ular qayeri bilan o'ylashim. Nima millatga aylandi? Kitob sotib o'tiraman-da, qarang. Bir kuni 30 ming so'mlik kitob sotdim. 30 ming. Mana agar baklashga tersam ko'proq pul topaman. Vagonga chiqsam ko'proq pul topaman. Yonimda bir ayol o'tiradi. Satliroq. Gadoychilik qildi-da 1,5 million so'm pul topdi. Undan ham ko'proq pul. Yomon alam qildi-da. Nima bilasizmi? Degan buni ham keltirib bergan, hammasi kitoblarda yozilgan. Degan aytadi. Insonlar nima uchun donishmandlarga pul bermaydilar-u, gadoylarga pul beradilar desa? Degan aytadi. Ular ahmoq emas, bilishadi ko'r va kar bo'lib qolishligi mumkinini. Gadoy holatiga tushishligi mumkinligini. Lekin ular bilishmaydiki hech qachon donishmand bo'la olmasligidan. Donishmandliklar ularga alam qiladi. Berishmaydi. Savol berishga qo'rqib qoldim to'g'risi. Chunki mana bergan savol bilan sizda dardingiz uyg'ondi. Shundoq bilyapmanki, bu dardingiz bilan men keyingi savolga o'tishga qiynalib qoldim. Endi qaranglar, ustoz. Bir adam rahmat aytib bergandilar bular. Bir qirimtatar bir joyda fotiha o'qisam dedilar, duo qilsam dedilar. O'zbeklar, sizga hamma narsangizga qoyil qolaman, duolaringizga hammasiga qoyil qolaman. Lekin bitta katta kamchiliklaringiz bor dedilar. Nima ekan bu adam qiziqib turadi, so'radim. O'qimagan bo'lsalar ham ilmlari juda yuksak edi. Men bilan do'st edilar. Yetibdi shu odam. O'zbeklar hamma narsani so'rayapsizlar, tinchlik, sog'lik, boylik, mansab, hamma narsani so'rayapsizlar. Lekin shu beaql farzandimga ozgina aql ber deb so'ramayapsizlar. Mana katta payg'ambar. Sulaymon payg'ambar yaqinda o'qidim shuni. Sulaymon payg'ambar shoh bo'ldi-ku. Allohdan so'radi. Nima mendan istaysan?
Sulaymon payg'ambar aql edi, nima dedi bilasizmi? Menga shuncha aholi berib qo'yding. Uni boshqarish uchun menga aql kerak. Menga aql berdi. Alloh nima degan ekan bilasizmi? Sen mendan boylik so'ramading, toj va taxt so'ramading, mansab so'ramading, aql so'rading. Men endi senga ularga qo'shib hammasini qo'shib beraman. Yevreylarning eng hurmat qilingan payg'ambari Sulaymon payg'ambar hisoblanadi. U juda ko'p ishlar qilgan. Kitoblari ham juda kuchli. Ularning xonadonlarida kitoblari bor, o'qishadi. Afsus, biz kitoblariga shunchalik bee'tibormizki, ruslar keladi, qarang, ruslar keladi, bolasi kitob so'rasa nima deyshadi bilasizmi? Indamasdan 10 ming 15 ming olib beradi. O'zi bedar kelsa nima deyshadi bilasizmi? Xabar ketdi. Nima qilasan kitobni? Boshingni urasan. Kitobni ham o'qirkanmi? Nima qila olasan bu kitobni o'qib? Yur undan ko'ra ovqat yeymiz. Boshimizga uramiz. Mana biz jonivormiz, faqat ovqat yeyishga keldik. O'simlikmiz. Ilmga shu darajada. Bir kun kitobimni oldirdi, turib borib kitob bir ayol bilan birga kelmadi, bilasizmi? Kim yutdim? Bu kitoblarni kim oladi? Bu musor kitoblarni terib olgan, qara, hammasi makulatura. Shunaqada. Yutdim ichimga. Keyin meni bu yerda bo'lishimga sababchi Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Nima uchun bilasizmi? Mana juda ko'p qarshiliklar bo'ldi. Qo'llarimni qayrishdi. Ustimdan kulishdi. Olib ketishdi. Necha marta olib ketishdi. Yonimda o'sha do'stlar barcha himoya qilishdi. O'sha yerda yonimda savdo qiladiganlar. Azoblan. Juda qiynaldim. Qo'rqitishardi, lekin kitob o'qiyman-ku, davomiga yo'q, kurashish kerak. Kurashish kerak. Yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Kurashish kerak. O'rtoqlar aytardi. Nima qilasan, o'qib nima foydasi bor? Boshqa ish qilsang-chi. Men kitob o'qiyapman, uyg'onyapman-da. Yo'q, bu faqat to'g'ri yo'l bu, boshqa yo'l yo'q. Emil Zolaning Germinal degan kitobi bor. Juda kuchli kitob. Men bungacha juda noshukur banda edim. Juda ko'p nolardim, juda ko'p. Hayotdan juda ko'p nolardim. Hayotim muammolaridan iborat edi. Shu kitobni o'qiganimdan keyin meni hayotim kapeykaligini bildim. Men jannatda yashayotganimni angladim. Meni mashaqqatlarim hech narsa emas edi ularning hayotida. 1850-yil ko'mirxonlarda. Xursand bo'lib ketdim. Shundan keyin yo'q. Men jamiyatni tiriltirishim kerak. Cho'lpon aytganda, uyg'onganlarning vazifasi o'zgalarni ham uyg'otishdir. Abdulla Qodiriy nima dedi bilasizmi? Otilishdan oldin. Nima, siz er yigitni o'ldira olasizmi? Er yigitlar o'lmaydilar. Men abadiy yashayman. Hatto bitta mutolaachi qolsa ham uylariga muzeylar ochildi. Alisher Navoiy aytadi, ba'zi insonlar borki tiriklikda o'likdir. Ba'zi insonlar borki o'liklikda tirikdir. Alisher Navoiy qancha shaxslar, o'ylaylar u. Beruniy davrdan beri necha million boy, necha million insonlar o'tib ketdi, lekin kim eslamayapti? Aytdim-ku sizlarga. Bu dunyoga ko'p insonlar o'lgani keladilar. Nima qilyapmiz? Abdulla Qodiriyni aytdingiz-da. Menda hozir ergashuvchan savol, ya'niki jamiyatni uyg'otish uchun mana kichkina bo'lsa ham kitob sotib turib insonlarga ta'sir o'tkaza oldingiz. Erkin Bozorovni hattoki siz bilan ko'rishganligi negizida haqiqatlar bor-da, yokida bugungi kunda men sizni chaqirib turganimni tegida taqdirlar bor-da. Bu taqdirlar balkida bizani hozir ko'rib turadigan yoshlarimizga sababchi bo'lar. Balkida shu ko'rayotgan insonlar, "Hey, bilasanmi, men Xayrilla aka bilan Millat umidi ko'rsatuvini ko'rib, yoshligimda mana shu ishlarni qilganman. Yaxshi ham shu ko'rsatuvni ko'rgan ekanmanki, men hozir mana shu darajada jamiyatga hissa qo'shyapman" deydigan umidvorligimiz bor-da. Sizni ham, meni ham. Chunki meni ham niyatim xuddi shu. Sizni hozir eshitib hayron bo'lib aniq qildim. Endi Abdulla Qodiriyga keladigan bo'lsa, Abdulla Qodiriyni nevaralari bilan men birga o'qiganman. Mirxon Qodiriy bilan birga borgan paytimda uyligida bir voqea bo'lgan edi. O'tgan kunlar asari choyxonada yozilgan degan bir anaqaga ko'zim tushgan. Ya'ni ko'zim tushmagan, ili gapirib bergan bir holat bo'lgan, lekin uyda sodir bo'lgan. Uyligini muzey qilib qo'yishgan edi. O'shanda mendagi xayol, o'tgan xayol hozir ham o'tyapti bu. Hozir choyxonalar ovqat yeyishga aylangan, lekin vaqtida choyxonalar kitoblarni muhokama qilib, kitoblar yozilgan yig'ilish bo'lgan ekan. Ya'ni bir choyning ustida yig'ilib, o'sha o'tgan kunlar asarini muhokama qilishgan ekan.
ular odamlar iltimos qilgan ekan o'ldirmaslikni, o'ldirmagin, qoldirgin, iminni kumushni o'ldirmagin, iltimos tirik qolsin deganda Abdulla Qodiriy agar men kumushni o'ldirmasam o'tgan kunlar hech qachon o'tgan kunlar bo'lmaydi degan hodisani eshitganman. Lekin bu hodisadan nima xulosa olsan desangiz, choyxonalar agar mani ichimda-da, agar choyxonalar kitobni muhokama qiladigan sharoitga, vaziyatga aylansa, bu jamiyat o'zgara oladi degan fikrim bor. Yo'q, undan ko'ra yana ko'p narsalar bor. Qarang, mana masalan hozir aytdingizlar Qodiriyni o'lishini. Mana yaqinda Rerix kitobini o'qidim. Yo'q, Rerix emas, Shambhala is Avatara degan kitobni o'qib chiqdim. 2000 nusxada chiqqanda. Rus tilida ko'proq o'qiyman. Ilmim yuksalishiga rus tili sababchi bo'ldi. Rus tilini rahmatli otam o'rgatganlar menga. Qarasam, asosan kitoblarim eski, bukinistiskiy kitoblar asosan rus tilida. Sovet davrida 2,5 milliarddan oshiq kitob nashr qilingan. 33 yildan beri makulaturaga tashlab yo'q qilinishi olmayapti. Shu darajada ko'p kitob ishlab chiqilganda. Qarang, haligacha tomon qilishadi. Mana masalan Qodiriyni otilgani to'g'risida gapirdingiz-a? Erkin Bozor bilan shu haqida ham gaplashdim. Bu juda kuchli gap. Olimlarning yengil hayotlari ularning qarg'ishlaridir. Yengil hayot bo'lishi mumkin emas. Olim bo'lmay qoladi. Olimlarni osamiz, o'ldiramiz, ko'zlariga qo'rg'oshin qo'yamiz. Ahmad Donishning gapini gapirdim-ku sizlarga. Olimlar xuddi oq qushlarga o'xshaydilar. Ular ko'pincha qora qushlar atrofida paydo bo'ladilar. Lekin qora qushlar oq qushlarni ko'pincha o'ldiradilar. Nima uchun? Lekin yana oq qushlar qora qushlar atrofida paydo bo'laveradilar. Nimaga deyilsa, ular qora qushlar qanchalar qoraligini anglatib qo'yish uchun. Yana bu to'g'risida juda ko'p o'yladim. Yaqinda men buni tarjima ham qildim. Bu juda kuchli gap. Eshitinglar, bu hikoyat davrida berilgan, bu Jugashvilining tarjima qildim o'zim. Videosini ko'rib menga ta'sir qildi. Nima deyiladi bilasizmi? Bir inson sehrgar deyilyapti. Cho'pon. Qo'y boqar ekan. Har kuni ro'zg'orga bitta qo'y so'yadi. Ro'zg'orga bitta qo'y so'yganda qo'y ba'lida qarshilik ko'rsatadi. Qochib ketadi qo'ylar. Ushlab kelish qiyin, vaqt ketadi. Qo'ylar osib ketadi. Bir kun o'ylab turibdi, nima debdi bilasizmi? Bitta qo'y chaqiribdi. Ey qo'y. Sen kimsan? Men qo'yman. Sen qo'y emassan, sen insonsan. Inson meni do'stim bo'ladi. Sen bilan maslahatlashib turamiz. Ikkinchi qo'yni chaqiribdi. Sen kimsan? Men qo'yman. Sen qo'y emassan, sen shersan. Qo'rqaman va hurmat qilaman. Sen bilan maslahatlashib turamiz. Uchinchi qo'yni chaqiribdi. Sen kimsan? Men qo'yman. Sen qo'y emassan. Sen bo'risan. Qo'rqaman, hurmat qilaman, maslahatlashib turamiz. Ular qilib har bir qo'yga alohida yetib chiqdi. Ertasiga bitta qo'y chaqirar ekan. Boshqa qo'ylar qarab turar ekan. Alohida gaplashilgan. Qo'yda qo'y chaqiryapti ekan. Ana qo'y nima bo'lar ekan bilasizmi? Shu darajada bo'lar ekanki, bo'ynidan pichoq tortguncha ham turaverar ekan. Orada qo'ylar ko'paydi. Semirishni boshladi. Hammasi sharoitlari yaxshi. Lekin go'yo qo'ylarning orasida donolari chiqib qolar ekan. Bu yerda ish noto'g'ri ketyapti. Nimadir noto'g'ri bo'lyapti. Qo'ylar o'zi ushlab berar ekan. Buni har kim tushuna olmaydi. Men sizlarga ma'nosi bilan tushuntirib beraman. Bu boshqa hikoyaga ham to'g'ri keladi. Bu hukmlardan so'rashdi. Nima uchun bu aholingiz shu darajada bo'ysunuvchan? Boshqarish juda oson. Qanday qilib bu natijaga erishdingiz? Bu juda oson. Pishib yetilib turgan bug'doylarni uzib olsangiz bas. Jamiyatning donalarini uzib olishdi. Kerak bo'lsa bari ham uzib olish kerak. Bo'ldi. Men keragidan ortiq bildim menimcha. Donalar uzib yuboriladi. Bu boshqarish sistemasi. Stalinga daklat ketgan. O'zbeklarda korrupsiya ko'payib ketdi. O'zbeklardan qo'rqmanglar. Nima uchun deyilsa? Ular kassaga o'xshaydi. Xohlagan payti uyga kiramiz. Qoplab olib chiqib ketaveramiz. Kimdan qo'rqing? Ruslarda. Nima uchun? Ular to'plashib o'tirishmaydi. Yeb ichib qaytib kelib borishadi. Bu narsa yana 2 marta bo'ldi. Samarqand. Oxirgisini bilasiz, Ahmad bo'ldi. Kerakli paytda olib. Mana Yanush Karchak degan ustoz o'tganda, u bilasizmi qanday Yanush Karchak polyak? 150 ta talabasi bilan saqlanib qolaman degan. Uni Matyush Pervi boshqa kitoblari ham bor. Nemis keladi, kelsani saqlab qolaman dedi. Studentlaringni pat olib qolamiz dedi. Yo'q dedi, men studentlarimni alda olmayman dedi. Ular men bilan birga kiraman. Agar saqlab qolsangiz, ular bilan qo'shib saqlab qoling dedi. Gazeviy kameraga xuddi paraddek kirib ketishadi. 150 ta talaba bilan yo'qmi 80 ta talaba bilan. Shu inson ajoyib gap gapiradi, bilasizmi? Injenerni tayyorlashga 5 yil vaqt ketadi. Ustoz. Yo'q, ustozni tayyorlab bo'lmaydi.
ustoz bo'lib tug'iladilar. Har kimga emas ustozlik. Har bir ota-ona o'z farzandini kuchli universitetda o'qitishini va o'z sohasida eng yaxshi mutaxassis bo'lishini istaydi. Chunki to'g'ri tanlangan oliy ta'lim kelajakdagi muvaffaqiyatli sohani poydevori hisoblanadi. Millat umidi asoschisi sifatida siz ota-onalarga nega aynan farzandingiz bizni universitetni tanlash bo'yicha 5 ta aniq sabab aytaman. Birinchisi, aynan Millat umidi universitetida o'qigan talabalarimiz bizni talablarimizga javob bersa, 100% ish bilan ta'minlanadi. Albatta ular nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro miqyosida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ikkinchidan, biz xalqaro tashkilotga a'zo bo'lganligimiz tufayli bizni talabalar dunyodagi 500 ta universitetda almashinuv ta'lim yo'nalishida o'qishlari mumkin. Va albatta bu ularga xalqaro tajriba va juda ham ko'p imkoniyatlar eshigini ochadi. Uchinchidan, har bir yo'nalishdagi talabalarimiz nafaqat diplom bilan, balki-da xalqaro sertifikatlarni olish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Va bu albatta talabalarimizning kasbiy qiymatini bir necha barobarga oshiradi. To'rtinchidan esa buni bu yil kiritdik. Har bir talabamiz o'z startapi va g'oyasi bo'lsa va ular talabalar orasida yutib chiqsa, bizning universitetimiz tomonidan ajratilgan jamoa ularga imkoniyatlarni yaratadi va moliyaviy qo'llab-quvvatlanadi. Beshinchidan esa buni doim aytib o'taman, global insonga aylanish uchun yoshlarimiz safar qilish kerak. Aynan Work and Travel dasturi bo'yicha bizni universitetimiz talabalarga juda ham ko'p imkoniyatlarni yaratadi. Farzandingiz kelajagini mahalliy bozor bilan cheklamay, xalqaro bozorda ko'rishni istasangiz, Millat umidi universiteti aynan to'g'ri tanlov bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun albatta quyidagi link orqali ro'yxatdan o'ting. Qarang, Didroni bitta o'sha joyida yozilganda olim insonlar yoki kitob o'qiydigan insonlarni hali aytdim, ikkita dunyosi bo'ladi dedim. Chunki kitob o'qiyotgan paytingizda o'sha kitobdagi holatga tushishga harakat qilasiz. Tushmagan odam kitob o'qigan deb bilmayman. Ya'niki har bitta holatda o'zingizni hozirgi vaziyatingiz bilan sizni xuddi avataringizga o'xshagan bitta holat yaratib, o'sha holatda u kitobni holatiga tushishga harakat qilinadi. Didroni o'sha menga o'qitgan joyingizda olim insonlar, ilmli insonlarga vazifa bering, ya'niki daraja bering, ministrlik darajasini bering, yokida unga eng zo'r ayolni bering, yokida eng zo'r ovqatni bering, u hech qachon o'zini ichki dunyosi, ya'ni yana boshqa dunyosini almashmaydi degan narsani aytdim. Shu bo'yicha ham gapirib bersangiz. Shu aytman, olimlar masalan Epikur aytadi, bizda ko'proq insonlar o'limdan qo'rqadi. Epikur aytadi, o'limdan qo'rqmang deydi. Nima uchun o'limdan qo'rqasiz deydi. O'limdan nima uchun qo'rqasiz deyilsa, u bor bo'lsa siz yo'qsiz. U yo'q bo'lsa siz borsiz. Nima uchun qo'rqasiz? Seneki aytadiki, bizda qo'rquv bilasizmi, yoshligimizdan singdiriladi. Ota-onamizdan birinchi bo'lib. Dorvozlarda bola 2 yoshgacha dori o'ynash o'rgatilinar ekan. Nima uchun bilasizmi? 2 yoshgacha hech kimdan qo'rqmaydi. Birinchi qo'rquvni ota-onamiz singdiradi. Menga adam rahmatli shaytonlar o'tiribdi derdilar-da daraxtlarda. Tasavvurim kimga edi? 20 yoshgacha qo'rqib yurganman. 20 yoshgacha qo'rqardim. 20 yoshimdan keyin tasavvurlarim kamayib qoldi. Qo'rquvlar afsonaga ekanligini tushunib yetdim. O'ylamasangiz qo'rqmaysiz. Keyin olim yo'q, ular hatto shayton bilan gaplashib aytsa, shayton aytadi senga, men senga mansab beraman, boylik beraman, joy beraman desin. Ya dedim, boshingga urib. Bir kuni mana Sarvar olam yaqinda o'qiganman ancha oldin. Sarvar olam masjidga kelib tursalar, shayton turgan ekan. Allohning maxluqoti, nima qilib turibsan sen? Bu yerda insonlarning ibodatini buzgani kelgan edim. Nima uchun jim turibsan sen? Bu yerda olim qilayotibdi. Nima anaqasi bo'ldi? Agar hozir bularni bilsa, olimning uyqusi qochib ketadi. Menga keyin ko'proq zarar etadi. Kitobida yozib qo'yilgan. Iblis ma'lum shayton bir mo'min olimni yo'ldan ozdirguncha, mingta johil musulmonni bemalol yo'ldan ozdiradi. Johillik, bilimsizlik. Va sen aytganimdek, johillarning abadiy xavf-xatarlari qo'rquvdir. Ular qo'rquv orqali boshqariladi. Chingizxon Bati degan kitobi, Chingizxon Vasiliyan kitobi, Chingizxon Bati Paseri memori. O'zbek tilida ham chiqqan, juda kuchli gap. Bilmadim, bundan keyin balki dushmanlar ko'payib qolar menga. Nima deydi bilasiz? Bati butun Rossiya Yevropani bosib olgan. Men rohiblar, shamanlar va
domlalarni juda yoqtiraman. Men ularni soliqlardan ozod qilib, oltin kumush payzalar beraman deydi. Nima uchun unday deysiz desa, ular meni xalqimni cho'pchaklarga ishontirib menga bo'ysunuvchan qilib beradi. Din oddiy insonlar uchun haqiqat, faylasuflar uchun yolg'on, davlat uchun juda foydali. Olimlar bilasizmi? O'limni bayramdek kutib olishadi. Umar Xayyom qanday o'limi bo'lgan bilasizmi? Men o'lim holatlarini kuzatib yuraman-da. Umar Xayyom o'limidan oldin bunday kitob quchomlaganda nima degan bilasizmi? Juda ko'p do'stlarim bor edi. Juda ko'p shogirdlarim, juda ko'p qonundoshlarim. Lekin men umr bo'yi kitobchalik do'st topa olmadim. Qo'llarida Ibn Sinoning kitobi bo'lgan. Kechagida buni soqoli yana odamimiz bor-ku, ilm markazidan gapiradilar. Shu to'g'risida gapirdilar, anaqalar to'g'risida gapirdilar. Ozgina eshitdim. Lekin uncha men qiziqmasdi. Ibn Sinoning bir ajoyib aytgan gaplari bor-da. Nima deysiz, bilasizmi? Men shu darajada ilm bilan shug'ullanar edimki, hatto tushlarimda ham masalalar yechib chiqardim. Gapi eshitgandagi biyalar chirsilab ketib qoldi. Qanaqa qilsa tushlarida masalalar yechib chiqish mumkin. Lekin bu hayotimda bo'lgan. Faqat ish masalasida. Vagonda shunaqangi ko'p kepay tashardikki, tashib yurganimdan tushlarimda kepayni uyga tashab chiqardim. Ustilarimga yopib olib uxlardim. Tushimda. Amakim bilan somsa sotardik-da. Somsalar bordi, baqirishim kerak bo'ladi. Kuniga 2 so'm pul berishardi. Yaxshi edi lekin. Somsalar bordi, baqirib urganimdan tushlarimda ham somsalar bordi, baqirib chiqardim. Turib ham somsalar bordi. O'rtoqlar bilan gaplashayotganda ham somsalar bordi, baqirib o'radim. Ilm ham shunaqa. Ko'p o'qursiz, tushlaringizda masala yechib chiqasiz. Bir er-xotin ayollar borda, insonni DNKsini o'ylab topishgan. Juda ko'p o'ylab urishgan, nemislar bo'lish kerak. Juda ko'p o'ylab urishgan. DNK qanday holatda bo'ladi? DNK qanday holatda bo'ladi? Ular tushlarida masalaga yechim topganlar. Qanday qilib bilasizmi? Ilonlar birlashganini, chirmashganini ko'rganlar. Yaxshilab tekshirsa, DNK shu holat. Qarang, hozirgi gapingizda jon bor deyman. Nega? Chunki men yoshligimda matematika musobaqaga qatnashib, matematika repetitorga juda ko'p borganman. Bir kuni ismam chiqib, ismalab tush ko'rganimda faqat misol yechganman. Hattoki doktorga borganimda yaxshi narsalarni o'ylagin deganda, nimani yaxshi ko'rasan? Suzish yaxshi ko'rasan. Bu basseynni o'yla, cho'milayotganingni o'yla deyilganda, basseynni cho'milayotganini o'ylaganimda suvni ichida ruchka bilan daftar olib, yana misol yechib ketardim. Shunda odamlarning do'stlari O'tkir aka, sal vaqt ber, nagruzka katta bo'lyapti. Agar bu nagruzka bilan ketsa, o'ziga o'zi gapiradigan bo'lib qoladi deb meni tortganlar-da. O'shaning uchun hozir tushlarda ham bizani ko'rib turgan insonlar yozishligi mumkin kommentariyaga, kimda xuddi shunaqa holatlar bo'lgan va nima holatlar sizlarni nima vaziyatga olib kelgan. Hozir mana akamiz o'zlarini ish paytlaridagi holatda aytdilar. Menda ham xuddi shunaqa holat o'sha yoshligimda o'qigan paytimdagi vaziyatda bo'lgan. Men keyingi savolim pastda Beruniy haqida bir suhbat bo'ldi. O'sha yerda to'xtatib qoldim. Ming bor uzr, chunki Beruniy haqidagi xabarlarni, holatlarni, vaziyatlarni siz bu yerda hozir bizani xalqimizga aytib berishingizni istadim. Beruniyni katta kitoblarni o'qimaganman, lekin kichkina hayotlari to'g'risida kitob o'qib chiqardim. O'lim holatini gapirdim-ku. Ularni ham Beruniyning ham o'lim holatlarini aytib beraman. Beruniy olamdan o'tmoqdalar. Shogirdlari keladi. Shogirdlar kelib hamdardlik bildiramansa, menga ilm ber deydilar. Ustoz, siz narigi dunyoga ketyapsiz, nima qilasiz? Shogird, men bilmasdan ketishni xohlamayman, bilib ketishni xohlayman. Ilm berib, ilm olib, shogirdlar chiqib ketganda olamdan o'tadilar. Yana o'limdan qo'rqmasligini deb akademik Pavlov. Uni eshitgansizlar biologiyadan. Uni ham o'qidim. O'lim holati. O'libdi. Kelinglar, meni o'lim holatim bekor ketmasin, ilm fani uchun xizmat qilsin. Shogirdlarni atroflariga taglab qo'yadilar-da, o'lim holatlarini yetib turadilar. Qarang, bunaqa kuchli. Mana yaqinda eshitdim, meni atrofimga bilasizlarmi, faqat jamiyatda tirik insonlar keladi. Yana o'lik insonlarni demayman. Mana Umar Xayyom ruboyli aytishini aytdim-ku, buni tarjima qilganman. Bitta bola o'zbekchasini qidirdim dedi, topa olmadim, lekin rus tilidan men tarjima qildim. Nima deyildi? Shu ko'p klientlarimga aytaman. Bozorda donolik sotdilar. Qaytimiga qarilik berdilar. Hech kim qaramadi, hatto o'tib ketdilar. Qo'lim bilan ko'rsataman, o'tib ketishyapti. Bozorda ahmoqlik sotdilar. Qaytimiga yoshlik berdilar. Insonlar navbat turib oldilar, qaytimni unutdilar. Keyin ta'lim to'g'risida juda jon kuydiryapmiz-ku. Qarang. Ko'p hali uylanmagan bolalarga shu maslahatni beraman.
Bir bola bor edi, 19-20 yoshda, 5 yil oldin kelgan edi. Men biznes qilaman dedi. Men hayotim tajribamdan o'tgan. Men biznes qilganim foydasi bo'lmadi. Uylangan ukam dedi. Uylansang rizqing kengayadi dedi. Gapimga kirmadi. Keldi-da, aka dedi, 5 yil har xil balo ish qildim, lekin o'xshamadi ishlar. Yetdim-ku dedim. Lekin to'xtadim, buni ham bir hikmati bor. Men 5 yil oldingi inson emasman dedi. Nafs tarbiyasi kitobida yozib qo'yibdi. Ayollar bir xillar xafa bo'lib qolishinglar mumkin, lekin bu ham haqiqat. Yevreylarda avlod ham ayoldan hisoblanadi. Erkak kishidan o'tgan qon ayolga ko'proq o'tadi. Ayoldagi qon erkakka ko'proq o'tadi. Uylansangiz aqlli, farosatli ayolga uylaning. Agar uylanmasangiz, ming siz aqlli bo'lgan taqdiringizda ham sizning farzandlaringiz telba bo'lib tug'iladi. Nima uchun unday deyilsa, erkak kishidan bir hujra, ayol kishidan 2 hujra o'tiradi. Tarbiya. Olimlarga o'qigan bo'lishingiz kerak. Tarbiyaga 1 yoshli bola olib kelishadi-da. Olib kelsa 1 yil kech qolding. Hayron bo'ladi, qanaqasiga 1 yil kech qolish mumkin, o'zi tug'ilganiga 1 yil bo'ldi. Tarbiya ona qornidan boshlanar ekan. U yerdan qochib keta olmaydi. Olimlar tekshirib ko'rishgan. Ertaga aytib berishadi. Har kuni bitta ertak. Tug'ilganidan keyin so'rashibdi. Qayerdan bilasan? Yo'q, men aytib bersa onasi. Men buni bilaman derkan. Qanaqasiga bilasan? Eshitganman. Bir ayolim kechiga aytdi. Yosin surasini qo'yib yurar ekan. Bolasi turganda Yosin surasini biladi. Birinchi bilib qo'yinglar, inson quloq paydo bo'ladi. Buni ham olimlar sinab ko'rishgan. Shunaqangi vakuum qilishganki, hech qanaqa uning ichiga informatsiya kira olmaydi. Hech qanaqa. U yerda hech narsa rivojlanmagan. Iloji yo'q. Informatsiyasiz iloji yo'q. Shuning uchun tarbiyamiz bizni ona qornida boshlashimiz kerak. Ertaga aytib bering. Erkak kishi baribir uyga qara olmaydi. Nima uchun? Ro'zg'or uchun yuraveradi. Ayollarimiz o'qisa, uylarda kutubxona bo'lsa, Tohir Malik shaytanat kitobida yoziladi. O'qigan bo'lishingiz kerak. Nima deyiladi bilasizmi? Juda kuchli joyi bor. 2ta kelini bo'ladi, Turkiyadan olib kelgan. Yevropa ta'limini olgan. Bu o'zbeklarga hayron qoldim deydi. Qanday xalq ekan deydi. Desa, nimaga unaqa deyapsiz? Uylarni qarang, juda hashamdor. Ayollar umrlarini g'iybat uchun sarflamoqdilar. Xonadonda bitta kitob topa olmadim. O'tgan kunlarni Asadbekning qizi zo'rg'a kutubxonadan qayerdandir topib olib kelib beradi. Uyda yo'q edi. Hashamga berib ketib qo'yganmiz. Men ham uyda bir kitob mavzusi ko'tarilganda eng qimmat 200 ta kitob qo'yilgan. Ya'ni endi qimmat deganim, to есть taxminan $1000 o'sha narsani qurdirtirganmiz. Albatta farzandlarimiz, uydagi insonlar o'qish uchun. Lekin hozir mana shu telefon degan balo chiqqan. Bu baloni ichida hamma narsa bor. Ijtimoiy tarmoqdan tortib boshqalargacha. Bu narsaga rosa harakat qilamiz hammamiz, lekin shundan uzdirib kitobga o'qittirish uchun qamab qo'yish kerakmikan deb ham o'ylab qoldim haligi gapingizdan keyin. Yo'q, men har xil metodikalarni qiziqib yuraman-da. Qarang. Ko'p xonadonlarda bizda kitob yo'q-ku. Ko'p xonadonlarda kitob yo'q. Men eshitib yuraman, surishtirib, nima bo'lyapti deb qo'yib. Bizlar xonadonimizda juda ko'p kitob bo'lardi. Erkin Bozorov o'zlari kechagida aytdilar. Uyimizda eslayman, mana uyimizda ko'p kitob bo'lardi. Ozgina yertardim. Uyimizda portret bo'lardi. Keyin asta qiziqib kirib qoldilar. Endi tasavvur qiling, xonadonimizda kitob yo'qdi. Mayli bolalarimiz yersin, ustilariga chizsin. Ko'p odamlarni eshitganman. Uyimizda ko'p kitob turaverardi. Keyin bittasini olib sekin qiziqib o'qib ko'rdim. Keyin boshqalar o'qib ketdim. 10 ta kitob o'qib chiqsin. Jahon adabiyotlarini zo'rlarini o'qib chiqsin. Yoshlarga birinchi qiziq kitoblar berishimiz kerak. Masalan, Robinzon Kruzo, Приключения Марк Твена. Juda kuchli kitoblar. Ular bolalarni juda qiziq o'qib turaveradi. Masalan, Sariq temni minib, bolalarga qiziqroq kitoblar. Keyin yana eshitib olinglar. Agar o'zingizlar kitob o'qimasanglar, bolalaringlarni otib tashlasanglar ham o'qimaydi. Yevreylarda shunaqa qilar ekanda, bolasini oldida ishdan charchab keldi, o'qigiz kelmayapti, o'qib bo'lgan. O'qimasa ham varolab o'tirar ekan. Siz qayerdan biladi o'qiyaptimizmi yo'q? Sizni ko'z-ko'yingiz bo'ladi. Siz telefon o'ynayapsiz, telefon o'ynaydi. Keyin telefon to'g'risida biz sizlarga ko'p narsalarni gapiraman. Yo'q, ko'p emas, 3 ta informatsiyam bor. Yaqinda Qozog'istonda bir ish bo'ldi. 13 yoshli bola. 13 yoshli bola adasi qo'lidan telefonni tortib oldi. Nima bo'ldi bilasizmi keyin? Kechasi o'zini adasini, o'zini onasini, o'zini buvisini so'yib tashladi shu bola. Yaqinda bir o'zbek ayolini 6 yoshli qizi
o'ldi. Nima uchun o'ldi bilasiz? Biz yosh bolaga chaqaloqligidan beri bo'lamiz. Ko'z zirachkalari hali tasavvur qilib yaxshi rivojlanmagan, rang retseptorlarini ajrata olmaydi. 6 yoshda ko'zi rak bo'lib o'ldi. Qo'shnimiz bolalar ko'zi g'ilay bo'lib qoldi. Mashinasini sotib tug'iladi. Sizlarga jim bo'lishni xohlasizlar. Bolalar rasvo bo'lishni. E'tibor beringlar. Albatta bolani bu narsadan to'xtatish o'zi aslida ota-onani o'zini tarbiyalash bilan bog'liq. Sunzini kecha gapini o'qidim demoqman-ku. Siz farzandingizga tarbiya bermoqchimisiz? Oldin o'zingizni tarbiya qiling. O'zingizni primer qilib ko'rsating. Mana masalan, ayolim kitob o'qimasdi. Mana shu kechagi videoyim chiqqandan keyin qiziqishni boshladi. Ayolimizga kiyimlar olib beraylik. Ko'plarimiz sharoitimiz bor. Kiyimlar olib beraylik. Mayli. 500 mingmi, 1 millionmi, 10 million. Lekin bir shart qo'yaylik. Kitob o'qisinlar. O'tgan kunlarni o'qib chiqing. Bitta emas, ikkita ko'ylak olib bering. Siz farzandingiz tarbiyasi aniq bo'ldi. Yaxshi bo'ladi. Sizlarda ko'p yillardir sharoit bor. Kutubxona qiling. Arzimagan pulga tushadi. Agar rus kitoblarini olsangiz, xohlasangiz o'zim olib qo'yib beraman. Juda arzonga tushadi. O'zbek adabiyoti ham. Bas sizga ko'p odamlar puli ko'p. 40-30 ming so'mdan arzimagan pulga tushadi. Lekin ayollarga kitob berishimiz kerak. Keyin yana bilib olinglar, bu narsa kitobida ham yozib qo'yibdi. Konfutsiy aytadi. Insonlarni qo'rqiting, azoblang. Hatto ularni boshini tanasidan judo qiling. Siz ularni qo'rqitib, azoblab, har qanday holatga solib boshqarsangiz bo'ladi. Lekin siz ularni qo'rqitib ham, hatto azoblab ham, hatto boshini tanasidan judo qilib ham ilmga majburlolmaysiz. Bu Xudoning ne'mati. Nimaga o'qimaydi, jon kuydiramanda. Qur'onni o'qimaganman, 30 varaqni o'qiganman, lekin bitta javobini olgandim. Ularning qalblari qulflab qo'yilgandir. Ko'zlari ko'z, quloqlari kardir. Keyin jamiyatimiz nimaga o'qimayapti bilasizmi? Aristotel aytadi. O'quv ta'lim markazlarining oldilarida ko'ngilochar markazlar bo'lishi mumkin emas. Institutdan chiqing. Oldida lavash. Maktabning oldida Counter Strike o'yinlari. Ko'ngilochar markazlar. Nima uchun? Ular ko'ngilochar markazlar insonlarni ilmdan chalg'itib yuboradi. Biz ham maktabdan qochib nuqul PlayStation o'ynardik. Oxirida men qochmasdim. Ko'ngilochar nima uchun? Yaqinda yana bir holat bo'ldi, qaranglar. Bitta aka 3 yildan beri qizimni repetitorga tayyorladim. Juda ko'p pulim ketdi. Foydasi bo'lmadi. Lekin otasi aqlli edi, nima ish qildi bilasizmi? O'sha joydan qizini olib ketdi-da, hammasini oldiga olib borib qo'ydi. Va uzoqroq joyda edi. Qiz 1 yil tayyorlanib institutga topshirdi. Uni o'rtoqlardan ozod qildi-da. O'rtoqlar uni o'qishni xohlashmaydi. Ilmsiz insonlar bor-ku, ilmli bo'lishini xohlashmaydi. Nima uchun bilasizmi? Ulardan ajralib qolasiz. Ajralib qolasiz. Ular xohlashmaydi o'zini kurgidan chiqarib olishni. Masalan, donolar aytadi. Donolar 40 ta dononi bahsda yengib chiqishi mumkin, lekin bitta ahmoqni bahsda yenga olmaydi. Ahmoqning kuchi unga dononing bas kela olmasligidadir. Hozir men sizga qarab turib, 3 ta qizim bor dedingiz. Xudo xolasa endi yosh ekan, kattasi 6 yosh, kichkinasi 9 oylik. Lekin biza IELTS imtihonini olib kelganmiz, butun jahonga chiqish imkoniyatlarini yaratib kelamiz. Har doim o'zim yaxshi ko'rgan, dildan ko'rgan odamlarga o'sha IELTS imtihonini sovg'a qilaman-da. O'sha Xudo xolasa 3 yil farzandingiz ham bizada IELTSni tekinga topshiradi deb niyat qildim. Hali kichkina ekan, ancha bor-ku, lekin yaxshi niyatda agar o'sha paytgacha hayot bo'lsa, albatta sizga sovg'a qilaman deb niyat qildim. Rahmat, salomat bo'ling. Biraz o'zi bog'chaga ham pul berishga qiynalaman. Yaqinda onamdan oldim, qarz oldim. Ayolim ish qiling deyiladi. Qiling, ish qiling. Haqiqatda ishga yo'q, men oldin ishlashim mumkin edi, lekin hozir ishlolmay qoldim. Nimaga bilasizmi? Men boshqa insonga aylandim-da, ozodman. Keyin jamiyatimni uyg'otyapman. Ko'p qizlar institutga topshirdi. Ko'p bolalar institutga topshirdi. Ko'p hurmat qilishadi meni. Ko'p noyob kitoblarni topib berdim. Даже kandidat nauklar bo'lishdi. Kitob beraman. Nima bilasizmi? Hozir endi xafa bo'lmanglar, hozir Chorsida ko'p kitoblar sotilyapti. Men 3 ta tema bo'yicha aytaman. Din masalasi bo'yicha. Qanday qilib boy bo'lish to'g'risida. Keyin qanday qilib tabib bo'lish to'g'risida kitoblar. Mukammal fizika, matematika, ximiya, yaxshi mukammal fan kitoblari yo'q. Ular faqat Sovetdan qolgan kitoblar. Ingliz tili. Xafa bo'lmang, ingliz tilini to'g'ri o'rgangan yaxshi. Juda yaxshi darajalar, katta natijalar olish mumkin. Lekin sizning kitoblaringiz ingliz tilida qimmat turadi. Bilasiz, ingliz tilida $30, $40 turadi, bilaman kitoblarni. Yaqinda bir holat bo'ldi. Elektron kitoblar bor-ku. Bittasi aytibdi.
Mani jiyanim Amerikada o'qirdi. Doktor. Lekin qimmatroq bo'lsa ham kitob sotib olardi. Ustozi nima debdi bilasizmi? Seni men bugundan hurmat qilishni boshladim. Bugundan boshlab alohida senga dars beraman. Nimaga desa, sen qimmat bo'lsa ham kitob sotib olasan. Biz buni tekshirib ko'rganmiz. Elektron kitoblar baribir boshda qolmaydi. 80% esdan chiqib ketadi. So'rab ham ko'rdim. 10 ta kitob o'qishdim, hech narsa xotiramda qolmadi. Kitob o'qib xotirada qolmasa nima kerak bor? Endi tasavvur qiling. Elektron kitob. Mayli kichkina broshurkalarni o'qirmiz. Lekin katta ensiklopediyalarchi. Ko'zi rasvo qiladi. Bizga bitta kitob o'qishimiz kerak emas, butun umr o'qishimiz kerak. O'shaning uchun yaxshi kitoblar. Afsuski rus tilida. Endi ularni tarjima ham qilib bo'lmaydi. Mukammal tarjima qilish masalan hozir masalan Google tarjimada qilishadi, kitobning ma'nosi o'rganib ketib qoladi. O'shaning uchun bolalarga ko'plarga endi xafa bo'lmanglar, rus tilini o'rganinglar deyman. Nimaga desanglar, sizlarga jahon adabiyotiga keng yo'l ochiladi. Xohlagan adabiyotingiz, xohlagan fanda o'qishingiz mumkin. Masalan, yadro fizika. Oddiy rabochiy borib qarang. Ishlayotdi $500 dan. Yadro fizikada yaxshi o'qisa $35,000 bir oylik. $35,000. Lekin u 10 yoshidan 10 yil o'qishi kerak. O'sha kitoblar arzimagan pul turadi. Hatto 5,000 ga olishi mumkin, tekinga ham olishi mumkin. Men bir paytlar $400 ga kitob sotib olardim. Nima? Hozir aytib turib, ishonasizmi? Qancha kitobni qimmat sotib olsangiz, uni shuncha qadrlab o'qirkansiz. Bitta dona varrog'i ham qoldirmasdan o'qiysiz. Nega? Chunki unga juda ham ko'p pul sarflagansiz. Uni qadri agar pulga nisbatan bo'lganda ham o'qish imkoniyatini oshiradi, agarda o'sha pulni siz topgan bo'lsangiz. Yaqinda bir qiziq video ko'rdim, bir sartaroshga. Instagramda ularni kam tomosha qilaman, lekin bilib qo'ying, baribir men ham o'qigan ta'limda ham yomon narsaga inson qonida bor, yomon narsalarni ko'p ko'rishga harakat qilaveradi. Bitta sartarosh bolaga sochini oldiryapti-da, yosh bola. Pul muammo emas, $100 dedi. O'sha yerga kommentariy yozib qo'ydi. Sochlarni olib qo'ydi, unda masaj qilib qo'ydi. Ukam dedim, birinchidan pul sani o'zingniki emas dedi. Keyin dedim, men bu $100 ga dedim 65 marta soch oldirar ekanman. 25 ming, 30 ming oldiraman. Pul o'ziniki emas. O'ziniki bo'lsa, men Hojiboy Tojiboy rahmatli aytardilar-ku. O'zi millioner deydi. Millioner deydi. Ada bitta velosiped olib bering. Men millionerman bolam, san emas. Ishla, gazeta sotadi. $39 pul toplaydi. Ertasiga olib bersa, yo'q bolam, men millionerman, bir kun ishla, yana olasan. Keyin yana buni bilasizmi, juda kuchli narsani eshitdim. Bir boy o'g'li velosiped so'radi. Olib bermadi, nima uchun bilasizmi? Ada pulingiz bor-ku, olib bermaysizmi desam. Bolajonim, men senga velosiped olib bera olmayman. Lekin qo'shnilarimiz olib bera olmaydi. Qo'shnilarimizning uyida janjal bo'lishni boshlaydi bular. Men keyin bundan keyin o'ylab qoldim-da, bizning ham mahallamizda bitta dona bolani velosipedi bo'lardi, hammasi orqamizdan yuguraverdik. To'g'risida ular olib berish olmaydi, sharoitlari yo'q. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha bir-birimizdan ajralib qolmasligimiz kerak. Keyin yana ko'p gapiriladi-ku. Otamdan qolgan dalalarda aytiladi. Bo'ladigan el deydi, bir-birini botirim deb qo'llab-quvvatlaydi deydi. Bo'lmaydigan el bir-birini go'shtini yeydi deydi. O'zbek deysan, o'z-o'zingni yeysan. Jorj Orwell 1984 kitobini o'qigansizlar? Hayotimizga to'g'ri keladi, shu bilasizmi? Aytib bering. Ayting. Ular juda og'ir sharoitda dunyoga keladilar. 12 yoshga chiqmasdan mehnat qilishga majbur bo'lishadi. 30 yoshga chiqmas uylanadilar. Ularning onglarini televizor, futbol, piva, yomon xulqli ayollar va omma boshqaradi. Va ular 60 yoshga yetmasdan olamdan o'tadilar. Ammo g'oyibota qabristondan qilib kirib so'radilar. Kimlar o'tyaptilar? Erkaklar. Yoshlar nechida? 30, 40, 50, 60. Nima uchun? Umrlarida qo'llariga kitob ishlamadilar. Bir klienti bor, 97 yoshga chiqqan. O'zbeklarda bu kam holat. O'zbek ayol. Kitob oladi, nima deydi bilasiz? Bolam yashagim keladi. Xolajon, nima uchun yashagingiz keladi? Kitob o'qiyman-ku, davomli bilgim keladi, yashagim keladi. Sizga hozir qo'lingizga nech pul mablag' bersa, nima qilgan bo'lardingiz? Shavkat Miromonovich Mirziyoyev meni uyg'otishimga sababchi bo'ldilar dedim-ku. Menga juda ko'p qarshiliklar ko'rsatilgan paytda, qiyinchiliklar paytimda menga prezidentimiz ruxsat bergandir. Prezident. Haqiqatan ular birinchi bo'lib qilgan qoidalari bor-ku, bilasizmi? Xalqimiz uyg'onishga kuchli sababchi bo'ldilar. Kitobchilarga tegmang degan qarorlari bor, Vazirlar Mahkamasi. Shuni menga qalqon bo'lardi.
Menga prezident ruxsat bergan. Prezident ruxsat bergan bo'ladi. Juda ko'p muammolarim bo'lgan. Ruvidalarga ketish, qo'llarimni qayirish. Keyin yana prezidentimiz ajoyib gapirdilar. Uyg'oninglar dedilar. Uyg'onish bu juda katta narsa. Mana shu 4 yil orasida uyg'onib qoldim. Xuddi Cho'lpon aytgandek, uyg'onganlarning vazifasi o'zgalarni ham uyg'otishdir. Jamiyatimiz uyg'onishga. Keyin yana aytdilar. Menga diplom kerak emas. Menimcha men isbotladim diplomsiz ham ilm olishni mumkinligini. Ray Bradbury aytadi-da. Men institutda berilayotgan ta'limni kutubxonadan tekinga oldim. Sizdan davlatlar yashiradigan, ustozlar yashiradigan, insonlar yashiradigan sirlarni kutubxona sizga tekinga beradi. Yana Beruniy to'g'risida fikrlarimiz ko'p, ozgina uzr chalg'ib ketib qoldi. Juda ko'p miyada informatsiya. Beruniyni xalqi pateshka qildi. Aytdimmi shu joyda? Men o'shani kutayotgandim hali. Beruniyni xalqi pateshka qildi. Beruniy kambag'al xonadondan chiqqan edi. Uni yeyishiga noni yo'q, qiyin xonadon edi. Xalq bizdan ham ziyoli chiqsin. Biz ham ko'tarilaylik, kambag'al bo'lsak ham. Oxirgi birda nonlarni berishdi. Oxirgi nonlar. O'ziga och, saqlab qolsa bo'ladi, lekin madrasaga o'qishlarga berishdi. Beruniy butun uchun xalq uchun xizmat qildi. Beruniy kuchli gap gapirdi, bilasizmi? Olimlar bor edi, mendan-da darajasi buyuk. Lekin afsus, ular boylik va nafs yo'llarini tanladilar. Ulardan nima qoldi? Bir siqimgina tuproq. U xalq uchun ilm bilib qo'yinglar. U xuddi quyoshga o'xshaydi-da. Boylik bo'lsa, uni saqlab qolishga harakat qilaveradi. Masalan, Epikur aytadi-da. Siz boylikka erishib tashvishlardan qutulmoqchimisiz? Yo'q, sizning tashvishlaringiz ko'payadi. Boylik qo'rqinchlarga aylanadi. Ilmchi. Yo'q, ilmni olsam, odam quyoshga o'xshayib qoladi-da. Jamiyat uyg'onib tarqatgisi keladi. Ular jamiyatni boshqacha qilishga harakat qilishadi. Qarang, Beruniy paytda bir anaqa o'qiganman. Ustozim ham aytib berganlar, rahmatullahi ustozim. Beruniy buyuk matematik bo'lganliklari sababli podshoh uni doim urushga, o'tga borsa, o'zi bilan olib yurgan ekan. Birinchi sababi Beruniydan juda qo'rqqan ekan. Ikkinchi sababi Beruniy doim eng zo'r maslahatni bergan ekan. Vazirlar uni har doim yomon ko'rgan ekan. Ikkita holat bor. Birinchi holat, Beruniy olib ketganda urushda qatnashmaslik uchun tog'lar orasiga tashab ketib, ehtiyot qilib, keyin urushdan qaytayotganda olib kelishar ekan. O'sha tog'larning orasiga tashab ketgan paytda tog'ni tepasiga chiqib, yerni o'lchamini o'lchab qo'ygan ekanlar-da. Adashganlari bir 100-200 kilometrga adashgan ekanlar. O'sha radiusi bo'lib, bitta qog'ozga yozib, unda tashab qo'yilgan ekanda. Shuni aytib berganlar, keyin ikkinchi aytib bergan narsalari vazirlar nega yomon ko'rar ekan? Chunki Beruniydan oxirgi maslahatni Beruniydan olar ekanlar. Beruniyni chaqirib maslahat berilganda hamma vazir qarshi chiqqan ekanda. Vazirlarga qarab turib, vazirlar debdilar, "Men hozir qaysi eshikdan chiqishimni kim aytib bersa, o'sha vazirni bergan tavsiyasini olaman" degan ekanlar. Xuddi o'sha musobaqada Beruniy ham qatnashgan ekanlar. Hamma vazirlar endi o'zini birinchi eshikdan, ikkinchi eshikdan, uchinchi eshikdan, to'rtinchi eshikdan bir 9 tacha eshik bo'lgan ekanda. O'sha 9 ta eshikni tanlashgan ekan. Beruniy rasa yozibdilar-da, hisob-kitobni yozib, keyin qog'ozni o'girib, faqat bitta shohim, bitta iltimos. Bu qog'ozni ochganingizda eshikdan chiqib qaytib kirganingizda oching deb aytib ketgan ekanlar. Qaysi eshikdan chiqishingizdan qat'iy nazar, o'sha eshikdan chiqib, qaytib kirib, keyin mana qog'ozimni oching degan ekan. Keyin o'sha qaytib chiqib, eshikdan chiqib qaytib kirganlarida 9 ta vazir, "Men 9 ta eshikdan ham chiqmayman." Ya'ni shohlarni doim berkitilgan eshigi bo'ladi-yu. O'sha eshikdan chiqilki, hatto Beruniy ham adashishini shoh ham ko'rgisi kelgan ekan-da. O'sha yashirin eshikdan chiqib turib, qaytib kirib, shuni ochganda javob "Siz 9 ta eshikdan chiqmaysiz" deb yozilgan ekan. Buni men o'zim aytmoqchi edim. Malika ta'sirliroq siznikida ko'ra. Edi. Mahmud G'aznaviy yonida Beruniy yuradi. Ibn Sinoni ham ushlamoqchi bo'ladi. Juda ko'p davlatlarga joy qaytaradi. Orqalaridan juda ko'plab quvlab yuradi. Ushlolmaydi. Xalq ham yordam beradi Ibn Sinoni. Mahmud G'aznaviy Beruniyni chaqiradi. Kelayotganlarda ustalarni ko'radilarda.
Mahmud G'aznaviy chaqiradi. Bugun qaysi do'g'al eshikdan chiqaman. Beruniy aytadiki, hali meni ilmimni yerga urmoqchimisan deydi. Yo'q, meni ilmimni yerga ura olmaysan. Bu 4ta eshikdan ham chiqmaysan. Sharq tomondan 5-eshik qurdirasan. Shundan chiqasan deydi. Qattan bilding dedi. Bilardim. Bilarmiding deydi Mahmud G'aznaviy. Ha, bilardim. Hozir seni ko'ramiz deydi. Beruniyni olib chiqadi-da, meni oradan tashlab yuboradi. Beruniy qo'llari singan, qovurg'alari singan holatda keladi-da. Ha, Mahmud G'aznaviy nima deydi bilasizmi? Bilarmiding buni ham desa? Bilardim deydi. Qayerdan bilishim mumkin? Uyimga boring, kutubxonamni oching. Mana shu kitobning ichida 17-varog'ida yotibdi. Bugun meni Mahmud Shoh G'aznaviy minoradan tashlab yuboradi. Olimlar bilib qo'ying, ular davrlardan o'tib ketadilar. Ular har bir insonni qandayligini, nima o'ylashini, hatto tafakkur qilishini hamma narsasini bilishadi. Ular juda kuchli insonlar. Jamiyatimiz farishtalar deb o'ylayman. Qarang, har bitta voqelik, harakatlar har bitta joyda boshqacharoq etiladi. Lekin men o'qigan joyda bu hikoya asosan Beruniyni Mahmud G'aznaviy o'sha anaqadan otib yuborilganini aytiladi-da. Lekin vaqtlar o'tib, 1 oy, 2 oy o'tgandan keyin Mahmud G'aznaviyga muammo keladi. Ya'ni dushman bosib kelyapti degan muammo kelganda vazirlari javob bera olmaydi-da. Vazirlari javob bera olmay qolgan holatda, mana agar men Beruniyni hozir saqlab qolganimizda, Beruniy menga har doim yaxshi ma'lumotni berardi deganda, shogirdi kelib, shohim bir qoshiq qonimdan keching, hazrat tiriklar deb chaqirtirgan holati bo'lgan ekan. Ya'ni hozir hikoyalar bir-biriga mos bo'lmasligi mumkin, lekin mavzusi, ya'ni voqelikka negizi bir xil demoqchiman. Bu davrlar olimlari hisoblanadi-da, davrlar olimlari abadiy yashaydilar. Bizdan keyin ham ularni bizga kitoblari qoladi. Masalan, bizada o'zi adabiyot rivojlanishiga Gretsiya borib taqaladi-da. Gretsiya borib taqaladi. Falsafa, matematika, fizika, astronomiya hammasi Gretsiyadan olib, manba Gretsiyadan olingan. Mif legendi Древней Греции degan kitob bor, Akun. O'zbek tiliga bircha paytlar tarjima qilingan ekan. Shu kitobni o'qish kerak. Prometey bor, bilasizmi Prometey? Kimligini bilasizmi? U nima qilgan edi? Ilm tarqatgan edi. Zevsning huzuridan olovni olib xalqqa olib tushdi. Ular qora edilar. Lekin Zevs qahri kelib, mendan olding dedi-da. Uni xochga taqib qo'ydi. Qoyada har kuni kelib jigarni burgut yirdi. Yetib-ku sizga Rerix. Olimlarning yengil hayotlari qarg'ishlaridir. Ularning o'limlari biz uchun saboq. O'lim eng oliy maqom hisoblanar ekanda, insoniyat uchun saboq bo'lsin. Bitta savol. Juda ham ko'p ma'lumotga ega bo'lish insonni balansdan chiqarishga olib kelmaydimi? Bilmasdan balansdan chiqqan yaxshimiz. Qarang, masalan, boya sizga gapirmoqchidim, Kuba. Aholimiz o'qimayapti, to'g'ri? Kubada bir ajoyib ish bo'lgan ekan. Kubada ziyolilar qatlami tekshirib chiqilganda 80% ayollar bo'lib chiqqan. Akademik darajasida. Nima qilib? Hayron bo'lishdi, qana qilib bu natijaga erishdi. Ularni biz na maktab o'qitdik, na institut hech narsa yo'q. Bu paytda, eski paytda boya choyxonada gapirdingiz-ku, bizada chiget, majlis chuyda narsalar qilib o'tilganda, zerikib qolmaslik uchun bir ikkita inson dostonmi, hikoyalar aytib turgan. Ayollar-ku, bir-biri bilan urushib ketishi mumkin, to'polashib ketishi mumkin. Bittasi o'ylab turganda, gazeta, kitob, ovoz chiqib o'qib beriladi. Endi tasavvur qiling, 10 yil davomida qancha gazeta, qancha kitob. Ularning darajasi akademikdan oshib ketishgan. Endi bizning ham jamiyatimiz hozir ko'plarni baribir o'qita olmaymiz, qiyin. Lekin buni qonun darajasida ko'rib chiqilsa, kelinglar har bir sexga, tikuv sexiga, ishga, mayli, bir soat emas, 30 minut, 20 daqiqa. Chiroyli hikoyalarni qo'yib beraylik. Eshitish urishadi, sekin ovozku, qayoqda ashulalar eshitganda ko'ra. Sekin jamiyatimiz uyg'onib boradi. Uyg'ongan jamiyat juda ko'p narsaga erishadi. Bilimsiz xalq hech qachon ozod bo'la olmaydi. Mana hozir ko'ryapmiz, o'zgarishlar bo'lyapti. O'zgarishlar mana Garvardga kirgan talabamizni yaqinda olib chiqdi, MITga kirgan talabalarimizni olib chiqdi. Sekin insonlar ko'tarilib, ilm olish kerakligi va to'g'ri ilmni to'g'ri joyga borib olishligini intilishyapti. Hozir
chiqayotganimizda bir qizimiz IELTS imtihoni topshirayotgan edi. Siz kutib turolmadingiz-da, bir gap aytdingiz. Shu gap bo'yicha fikringizni bersangiz. Aytolmaku, ayollar kitob olgandan men xursand bo'laman. Ilmli ayol madrasadir, u jamiyatni, xalqni tarbiya qiladi. Erkaklarimizdan ko'ra ko'proq ayollarimiz o'qisa, erkak o'zi tosh davridan beri mehnatda yuradi. Ayollarimiz ko'p o'qigan. Mana men faktlar bilan gapirishni yaxshi ko'raman-da. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nima deb? Bir ayol bor, matematikadan dars beradi. Shu yetdi menga. Mana shu gapimni eshitdi-da, nafs tarbiyasi to'g'risida gapirgan. Menga dedi xo'jayim dedi, yaqinda dedi, katta rahmat senga xotinim dedilar. Nimaga unaqa deyapsiz desam, sen meni sinfdoshim eding. Yaxshi o'qir eding. Men seni tanlab xato qilmagan ekanman. Sen menga ajoyib farzandlarni tarbiya qilib berding. Ular institutlarda katta yaxshi joylarda ishlashadi. Ko'ryapsiz? Ilmli ayolni tanlash kerak. U sizning farzandlaringiz. Keyin har bir buyuk shaxsning oldida buyuk ayol turgan. Chingizxonning oldida Amir Temur. Buyuk shaxslarni buyuk bo'lish uchun uning ajoyib ayollari bo'ladi. Ular uylariga uverina bo'lgandan keyin buyuk ishlarni qila olishadi. Shuning uchun ayol eng muhimi turadi. Lekin haligi savolimga javob olmadim. Sizga qancha pul bersa nima qilardingiz degan. Menga sharoit bo'lsa, xalqimizni yaxshi insonlari bo'lsa, ilmni qo'llab-quvvatlaydi deyapman-ku. Ko'chada sotaman. Xalqimizda kitobga talab yo'q. Ko'p. Fizika, matematikani xohlashyapti. Kitobga ham hatto borolmay qoladigan holatlarim bo'ladi. Yaqinda 3 oy oldin 200 ming so'm pul topa olmayman. 100 ming, 150 ming, 80 ming savdo qilaman. Ro'zg'orga kirib ketadi. Pul yo'q, kitob olishga pul yo'q. Bir amallab zo'rg'a qarz oldim. Yo'q. Bir odam Osvensimga tushgan ekanda. Osvensimga tushgan ekan, bilasiz. Shu inson ajoyib gap gapirgan ekan. Allohga sizning kim bo'lishingiz muhim emas. Allohga sizning yaxshi inson bo'lishingiz muhim. Bir yaxshi inson 200 ming so'm ehson qildi menga. Bildida qiynalib turganimda kitob ola olmayman. 200 ming so'm pul. Xudoyam xohlaydi-da. Shu 200 mingga bir amalab ayolim 3-4 kunga uyga ketganida 100-150 ming to'plab qoldim. 350 ming bilan kitobga bordim. Kitob ham bir barakali bo'lib ketib qoldi. Keyin ko'p insonlar menga ehsonga kitob tashlab ketishadi. Sotib ol deyshadi, sotib olishga pul bo'lmaydi-da. Bizga ehsonga berib ketsanglar yaxshi dedi. Tushunadigan insonlar ehsonga shunday kitoblarni qoplab tashlab ketishadi. Qog'ozga yo'qotib bo'lgandan ko'ra senga berganim yaxshiroq deyshadi. Nimaga beraman? Keyin menga ham yetimxonalardan kelib turishadi. Mana bularga beraman. Keyin odamlarni ko'ziga qarasangiz bilsangiz bo'lar. Qanday yaxshi odam, qanday yomon odam. Ko'ziga qarab turib bilasiz. Pul yo'q. Berib yuboraman, olib ket. Siz ishonasizmi menga 150 minglik kitob? Ishonaman. 500 mingni ham ishonaman. Olib ketib qolsa ham men qayg'urmayman. Nima uchun? Uni o'qiydi-da. Eronda mendagi kitob sotadiganlar bor, kitobni ham yig'ishtirmas ekan hamda. Nima yig'ishtirmaysizlar desa? Kitob o'qiydigan odam kitob o'g'irlamaydi. O'g'riga kitob nima keragi bor? Yana bir ajoyib faktni gapirib beraman sizga. Bir o'g'rini ushlashibdi-da. Nima uchun o'g'irlik qilding? Pul kerak. Qancha? 1,5 ming dollar. 1,5 ming dollar beramiz. Ajoyib bitta sharti bor. Qanaqa? Shu kitobni o'qib tugatasan. Xo'p, bir hafta muddat. Bir haftadan keyin kelibdi. Aytishdi, qanaqa kitob ekan? Bu juda ajoyib kitob. Muqovalari qattiq. Uslari yaxshi. Kinolari, ashulalari bor. Juda sifatli ishlab chiqargan. Xo'p, kitob nima haqida? Aytolmayman-ku, muqovalari qattiq, juda sifatli ishlab chiqarilgan. Kinolari, ashulalari bor. Pulni bering. Berib turing kitob bu yoqqa. 1,5 ming dollar. Hatto ochmabsiz. Ular bilishadi dedi. Hatto ochmasligini. Aytdim-ku, Erkin Bozorovda ham gapirdim. Braziliyada qamoq jazosiga berilganlarga bitta kitob o'qib chiqqanligi uchun 3 kun qamoq muddati kamaytiriladi. Bizda ham ko'rib chiqilyapti. Bu juda yaxshi narsa. Nimaga desangiz, Suxamlinskiy degan domla o'tgan, sizning kasbingiz. Shu aytadi. Men deydi jinoyat bo'lgan xonadonlarni tekshirib chiqdim. 48 ta xonadonda bor yo'q 39 ta kitob topdim. Lekin xonadonlarda kutubxona bo'lgan xonadonda bir dona ham jinoyat bo'lganini ko'rmadim. Tirik insonga nima keragi bor o'g'irlik qilishni? Kun o'tganiga xursand bo'ling. Kun o'tgani o'zi bayram hisoblanadi. Masalan, faylasuflar aytadi. Sen ekan gapirgan faylasuflar aytadi. Haqiqiy bu dunyoda faqat yosh bolalar yashaydi deydi. Nima uchun unday deyilsa,
Ular o'tgan kuni va kelayotgan kunni o'ylashmaydi. Faqat bugungi kun bilan yashashadi. Bu asl haqiqat hisoblanadi. Ertaga kim kelishini kim javob bera oladi? Yo o'tgan narsani qaytarib bo'lish mumkin. Shuning uchun falsafani o'rganinglar deyman ko'pincha. Hayot yengillashadi. Faylasuf olimlar o'zi gapirishgan. Bizani ko'rayotgan yoshlarimizga, ota-onalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Nimalarni qilishligini istardingiz? Qaranglar, ota-onalar o'zim ham otaman. Yaponlarning maqoli bor, o'sha yer joyida deb aytdim. 1 yillikka reja tuzsangiz guruch eking. 10 yillikka reja tuzsangiz daraxt eking. 1 umrlik reja tuzsangiz ajoyib farzandingizni tarbiya qiling. Qornini to'ydirasiz farzandni. Och qolmaydi. Och qolmaydi, o'lmaydi. Och qolmaydi, lekin siz uni miyasini to'ldirishni o'ylang. Ko'p uchayimli sentrlarga berishyapti, ozgina o'qib olishadi, tortib olishadi. Yo'q, bering, unga ilm bering, kitob o'qiting. Uni tarbiyasi muhim bo'ladi. Olimlardan so'rashadi-da, farzand tarbiyasi uchun nima qilaylik? Oddiy bir kitob bering. O'qisin, o'zingiz o'qing. Lekin ular agar o'zingiz o'qimasangiz, ular ham o'qishmaydi. Agar kitob doimiy hamrohimiz bo'lmasa ekan, kitob yaqin do'stimiz bo'lmasa ekan, yaqinda sayrab ko'chada nima bo'ldi bilasizmi? Bir inson o'zini nogirona adasini musorxonaga tashlab ketdi. Nima uchun? Men bu narsani ko'p gapiraman. Afsus, bizda ko'p ota-onalar farzandlarini qo'ylar deb o'ylashadi menimcha. Faqat ovqat berishadi. Bundan ko'ra qo'y boqqan foydaliroq deb bilaman. Bir jumlasi uni semiradi, sotsa bo'ladi. Farzand sotmaydi. Keyin kechagida bir bola keldida, buvisi aytibdi, o'qimayapti. Men juda kuchli gaplarni gapirdim. Bolasanmi, bolajon dedim. Hozir Afrikada odamlar loydan kulcha yeyishmoqda. Ota-onalar o'zini farzandlarini sotmoqda. Nima uchun bilasiz? O'sha yerda Wi-Fi tekin ekanda, lekin quduqi yo'q. Wi-Fi tekin quduqi yo'q. Nimaga bilasiz? Wi-Fi da u informatsiya oladi. Pul xohlashni o'ylaydi. Nima qilish kerak? Ular spetsialni qilishadi, farzandlarini sotish uchun. O'sha uchun juda muhim, tarbiyaga muhim e'tibor berishimiz kerak. Adam rahmat aytib bergan edilar buni. Bu savolga to'g'ri keladimi yo'q bilmadim, lekin bu to'g'ri narsa. Bolam dedilar, erkaklar nima uchun buzilib ketdi bizda bilasanmi dedilar. Nimaga desam-da, ishxonalar yo'q bo'ldi. Erkaklar ko'chaga chiqdi. Bozorga. Bozorda ular qo'yilmadilar. Ular nima bo'ldi bilasan bolam? Majbur bo'ldi o'z ayollarini bozorga olib chiqishga, qizlar. Keyin nima bo'ldi? Ayollar pul topishni boshladi. Qizlar. Erkaklarning obro'si birtin bo'ldi bolam. Uy erkaklar bo'lib qoldi. Bizning mahallamizda umr bo'yi narda o'ynab o'tishdi, ko'rardim. Maktabga borardim, kelardim. Maktabga borardim, kelardim. Umr bo'yi narda o'ynab o'tishdi erkaklar. Adam rahmat aytardim-ku, erkak kishini qo'llab-quvvatlash kerak. Erkak kishi. Butun dunyodagi hamma narsalarga, buyuk ishlarga erkak kishilar sababchi bo'ladi. Mana shu narsalar men uchun sabab bo'ldi deb o'ylayman. Erkakning obro'si tushib qoldi. Yana bir ayol gapirdi-da. Davlat ham xuddi bir oilaga o'xshaydi. Unda erkak kishi ustun bo'ladi. U qattiq qo'l va adolatli bo'ladi. Uydagi har bir inson unga so'zsiz bo'ysunadi. Xuddi shunday davlatda ham shunday tinchliklar. Shunaqa meni fikrim. Xayr aka, bizani ko'rsatuvimizga kelganingizdan xursand bo'ldik. Sizni agar topmoqchi bo'lsa, demak Ibn Sinodan o'sha kitoblar sotadigan joydan bemalol yoshlarimiz, bizani ko'rayotgan har bitta inson ko'ra oladi. Nega? Chunki men bularni poddershka qilgim keldi. Ya'niki hammada uyda kitoblar bor. O'qib bo'lgan kitoblarni boshqalarga ulashganingizdagina u kitob yana ham manfaat keltiradi. Agar uyingizda hamma odam o'qib olgan kitobni kimga beraman desa, albatta Xayrilla akamga Ipak yo'li metrosini oldiga berishingizni istayman. Chunki bular boshqa insonga yetkazadilar. Asosan tirikchilik shundan deb bilsa ham, lekin bularni qo'shayotgan hissalari, hattoki sizlar ham buni his qilgan bo'lsangiz kerak, bu inson ikki dunyoli inson. Kitob o'qigan insonda har doim bitta dunyodan boshqa dunyosi bo'ladi va u dunyoni hattoki siz ministrlik daraja berasizmi yoki boshqa daraja berasizmi, hech qachon almashmaydi va u inson
boshqa insonlarga qaraganda baxtli inson deb qo'rqmasdan aytgan bo'lardim. Xayr aka, kattakon rahmat suhbatingizni, o'zingizni fikrlaringizni, maslahatlaringizni bizlar bilan ulashganingizga va albatta siz bilan yana ko'p uchrashamiz. Behbud yetadi. Yaxshi sahiy klientlarim kelib qoladi bir xil paytda. Aytaman. Turkiston elini ilmsiz qoldirmang. Ilm ma'rifat yo'lida ishlayotganlarni qo'llab-quvvatlang va ularni boshlaridan silang. Bir kuni yana bir inson kelib gapirdi. Bu dunyoda jannatni his qila olasiz dedi. Qanday qilib desam, yangi tug'ilgan go'dakni hidi. Bu dunyoda, jannatni hidini xillaysiz. Bu yangi tug'ilgan chaqaloqni hidi. Bu dunyoda dedi, jannatni his qila olasiz dedi. Qanaqa qilib desam, ilm ahli bilan suhbat. Ilm ahliga yaqinroq yuraylik. Rahmat. Albatta, ilmli inson bilan yaqin yurarkansiz, albatta sizga ham yuqadi va harakat qiling. Nafaqat o'zingiz, balki farzandlaringiz bilan ilmli insonlarni atrofida bo'lishlikka. Chunki biza 5 ta hissiyot orqali bir-birimiz tanamiz bir-biridan oladi. Suhbatimiz uchun sizni vaqtingizni olib bu suhbatni ko'rganligingiz uchun sizlarga ham tashakkur va albatta kommentariyalarda keyingi insonlarni qaysi birlarini chaqirsa manfaatli bo'ladi jamiyatga desak, o'sha insonlarni yozib qo'yishingizni va keyingi ko'rsatuvlarda albatta biz o'sha insonlarni chaqiramiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat.